Assalomu alaykum hurmatli BBC Tracks kanali kuzatuvchilari. Bugun sizning e'tiboringizga yangilangan versiyadagi Faf Tiger V avtofurgonlarini taqdim etamiz. Videomizni boshlashimizdan oldin bitta like bosib qo'yasiz. Shunaqa videolarning ko'p chiqishini xohlasanglar, qo'llab-quvvatlab bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani unda biz boshladik. Hosili bilan birgalikda Faf Tiger V Metallitskiy avtofurgonimizda qanday o'zgarishlar bo'lgan, qanday yangiliklar kiritilgan, birin-ketin ko'rib chiqamiz. Dublistar korxonasidan 245 ga 70 ahamiyat qiladigan joyi R19,5 o'lchamdagi shinalar bilan jihozlangan. Shinamiz beskamerli bo'ladi. Shu joyga ham alohida e'tibor berasizlar. Katta kuzovga kichkina balon qo'yib qo'yilmagan. Avvalgi modifikatsiyalarda kuzov qismi bilganingizdek 24 kuba edi. Endi yangilanishlardan so'ng UzAvto Trailer korxonasi tomonidan naq 27,5 kubadagi kuzov qismi bilan jihozlanib kelmoqda. Qadrli kuzatuvchilar, kolesning bazamiz 3 metr 90 santimetrda avvalgi versiyada. Endi yangilanishlardan so'ng 30 santimetrga ko'tarib, naq 4 metr 20 santimetrga uzaytirildi. Videoni o'tkazishga shoshilmaylik. Eng qiziqarli pallasiga yetyapmiz. Hosiliga birin-ketin sanab beramiz. 6 tonnali avtofurgonimizda uje shishkalarni e'tibor beringlar, faner bilan kelyapti. Avvalgi versiyada kuzovimizni, ya'ni ichki bort qismimizning uzunligi 5 metr 10 santimetr edi. Yangilanishlardan so'ng e'tibor bering. Naq 60 santimetr. 5 metr 70 santimetrga uzaytirildi. Eni hamda bo'yi kvadrat shaklda 2 metr 20 santimetrdan qoldirildi. Barcha yuk avtotransport vositalarida saqlanadigan adaptiv shtil bor, to'g'rimi? Salonda yoki kuzovda yotadi. Shuni o'rniga mana zavod tomonidan jihozlab qo'yilgan javonda sizlar qulay va xavfsiz saqlasanglar bo'ladi. Atyorka, damkrat, aptechka va shunga o'xshash bo'lgan asbob-uskunalar qayerda saqlanadi deysizmi? Bu uchun alohida yechim maxsus katta javon aynan siz uchun o'rnatib berilgan. Va alohida shofyor akalarimizni o'ylagan holatda maxsus suv va geli bilan saqlanadigan bachoklar o'rnatib qo'yilgan. Yo'lda bemalol ishlarni yakunlab, yuklarni ortib bo'lganingizdan keyin qo'lli yo'q harakatlanishda davom etasiz. Kabina qismimiz o'sha mashhur. Pnevma o'rindiq, 3 kishilik sideniya, 1 kishilik yog' to'porni, multirul, 360 kamera va multimedia sistemamiz Android monitor bilan jihozlangan. Qadrli obunachilar, Faf Tiger V Metallitskiy avtofurgonini xosizlarga qanday yangilanishlar bo'lganini ko'rsatib o'tdik. Bu haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizni BBC Tracks avtosalonimizga tashrif buyuring yoki quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishganda ko'rishguncha